Dunyo bo'ylab 1,128 milliard nafardan ortiq insonlar yuqori qon bosimidan aziyat chekmoqda. Boshqacha aytganda, har 4 kishidan biri ushbu xastalikka giriftor. Yuqori qon bosimida boshning orqa qismidagi og'riq, ko'zlarning uchishi, quloqlarda shovqin, bosh aylanishi, ko'z nuri pasayishi kabi alomatlar kuzatiladi. Muhimi, mazkur holat oxir-oqibat yurak xuruji, insult va boshqa jiddiy kasalliklar sababchisi bo'lishi mumkin. Ko'pincha qorin qo'ygan va semiz bo'lgan insonlarda qon bosimi oshishi kuzatiladi. Aniqlanishicha, birgina sog'lom ovqatlanish gipertoniyani 30% ga kamaytiradi. Bunda tuz iste'molini kamaytirib, kundalik ratsionni sabzavotlar, mevalar va yog'siz oqsillar bilan boyitish talab etiladi. Har kuni atigi 30 daqiqa piyoda yurish yoki yugurish, boshqa yengil jismoniy mashqlar orqali inson qon bosimini 4-9 ko'rsatkichga tushirishga erishishi mumkin. Tez-tez psixologik zo'riqishlar, stress va xavotirni boshqarish, meditatsiya, chuqur nafas olish kabi mashqlar o'z vaqtida dam olish ham bu dardning yuzaga kelishini 20% ga kamaytiradi. Tamaki va spirtli ichimliklardan voz kechgan odamlarning 40% da qon bosimi normallashadi. Qonda bosim bo'lsa-ki baland, tanamizga yetkazar ko'p pand.